$2 million bozor ekan. Butun Qumqo'rg'on bozori. Endi boshlaganimdan beri 4 marta do'kon ochganman. Yangi. Kichik biznes uchun narx bilan konkurensiya qilish bu xato. Nasiyaga men o'rgatdimmi degan savolim tug'iladi. Siz uni deb pul topyapsizmi? Demak, siz ta'minlab berishingiz kerak, uni ham pul topish. Tizim qilishdan maqsad foydani oshirish. Ras bizani o'zimiz kuchimiz yetmayotgan ekan, muhit. Qayerdan topsa bo'ladi shu muhitni? Ko'rganim shu. Sababi o'shaning uchun ko'ra olmaganim uchun men ishim o'smayapti, bilaman. Qolgan chiqib ketayotgan 20-30% sababi nima? Nima deb o'ylaysiz? Nima deb chiqib ketishadi? Muammo deyotganim nasiyaga ko'p chiqib ketyapti. O'zim ham ko'p olyapman. Olgan qarzim tovar do'kondagi tovar yarmiga yaqinlashib qolgan misol uchun. Nimaga bozordan emas? Nima kuchli tarafingiz borki, aynan sizdan xarid qilishadi? To'g'risi sistema qilmagan uchun daromad bilmayman. Farruh aka o'zlarini ochgan tochkalariga nisbatan bu boshlari patologga yetdi. Farruh aka bilan qisqacha tanishib olamiz. Farruh aka, o'zingizni tanishtiring. Kimsiz? Qaysi viloyatdan? Nima bilan shug'ullanasiz? Nimaga aynan bu biznes bilan shug'ullanasiz? Xo'p, ismim Hasanov Farruh. Endi pasta hayajonlanmagandik, bu yerda hayajon bor. Da. Odamlar suti bor. Hop. O'zim oliy ma'lumotliman. 97-yilman. O'qish tugatmasi endi biznesga qiziqqanmiz. Men ko'proq endi o'zim o'qishga qiziqqanim uchun kanselyariya kitoblar ochgandim. Undan oldinroq o'quv markazidan qilib ko'rdik. Kanselyariyaga endi 7 yilga yaqin bo'lib qoldi, bo'lsa. 7 yildan beri? 7 yildan beri. Endi bizda menda qiziqish bor. Tadbirkorlik kengaytirishga. Shuning uchun endi boshlaganimdan beri 4 marta do'kon ochganman. Yangi. Nimaga? Kansevarni 2 marta kengaytirishga harakat qildim. Hop. Mablag', ishchi kuchi, yopib ochganmisiz har safar? Bitta turgan. Ikkinchisini ochganman, eplolmaganman. Tushundim. Keyin yana endi qilgan ishimiz ko'p. O'quv markazida-ku ishlata olmadik. Endi karantin bo'lib qoldi, yopilgan. Qancha muddatda yopdingiz o'quv markazi? O'quv markaz 6 oyda. 6 oyda. 6 oyda karantin bo'ldi. O'zi o'quv yili boshlanmasi ochgandik. Boshlanib bo'lgandan keyin, o'shaning uchun o'quvchi yig'ish, o'qituvchi yig'ish ozroq muammo bo'ldi. Yig'ib bo'lganda karantin bo'lib qoldi. Keyin yopildi. Kanselariyani bir joyda muhim endi joyimiz, lokatsiyamiz bo'ladi, tashkilotda bor. Shuning uchun hozir ishlab turamiz. Lokatsiya qayerda dedingiz? Lokatsiya Qumqo'rg'on tumani, Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani. Tashkilotlar oldida ishlab turamiz. Endi bizda ko'p hamma narsa qilib ko'rganmiz. Aksessuar qildik, telefon aksessuar. Endi do'kon ichida suv, kitoblar, kanselyariya hammasi birga. Shlaka bloksiya ham qilib ko'rdim. Endi bizda viloyatda ketib bo'lish kerak. Seriyniy tadbirkor ekansiz. Bu ham bo'lmadi. Uzoqroq muddat, uzoqroq joyda. Nima deb o'ylaysiz? Mana ko'p bizneslar qilib ko'rdingiz, o'xshamayapti. Sabab nima deb o'ylaysiz? Endi men bilim yetishmasligi deyman birinchi. Qiziqish bor, harakat bor, lekin bilim yo'q. Tan olganingiz uchun rahmat. Bilim yo'q, o'shaning uchun endi buni juda ko'pdan beri kuzataman. Hasan akani kuzataman. Ustozni kuzataman. Yaqinda avtoaksessuar ham ochib ko'rdik. Xudo xohlasa avtoaksessuar, sherikchilikda endi. Muzoraba deyiladi. Hozircha ishlayapti, lekin u ham sustlashdi. Sherigimiz bor, o'zim ishlayman. Shu tizimga endi qiziqishim ortyapti-da, tizimga. Chunki o'zim do'konimda ham doim o'zim qolib ketyapman, o'sish yo'q, bilim olish yo'q. Harakat qilaman, vaqtim bo'lmayapti. Sotuvchi qo'ydim, eplolmadim. Yo'q, keling, men bu Kanstovar bo'yicha ozgina chuqurlashaylik. Kanstovar bu do'kon, to'g'rimi? Do'kon. Do'kon formatida necha metr kvadrat do'koningiz? Xo'p, 12 ga 5. Hop, 60 kvadrat. 60 metr kvadrat bo'ladi. Nimalar asosan sotasiz? Xo'p, Kanstovar. Daftar, ruchka, kitob. Kitoblar. Xizmatlar ham bormi? Servis, ya'ni servis bor. Nimadir chiqarib berasiz, print xizmati. Print xizmati bor. Taklifnoma, buklet. Ko'rganmiz. Demak, servis plus sotuv sizda. Sotuv. Keyin telefon aksessuarlari ham bor endi. Talab bor. Suv ham qilganmiz. Suv, Ya'ni gaz, kola, fanta. Bunaqa so'raydigan. Bu optim shakldami yo dona? Yo'q, hammasi donaviy. Hammasi dona. Suv ham dona sotasiz. Xo'p, Kanstovar ozroq optim beramiz, harakat qilamiz, lekin talima. Lokatsiyamiz sal chekkaroq bo'lgani uchun optimga kelmaydi. Kam keladi. Juda kichik odamlar keladi. Unga nima yo'q. Ham bazamiz ham sal. Hop. Qancha oylik savdoyingiz? O'rtacha oylik savdo. 50 ga borib qoladi. 50 millioncha bo'ldi. 50 million so'm. 50 million bor. Hop, 50 million so'mdan o'rtacha daromad
to'g'risi sistema qilmaganmiz, daromad bilmayman. Lekin primerda 15 million bor. 15 million. Ha, 15 million atrofida bor, stabilni bor. Xo'p. Yaxshi. Maqsad? Maqsad tizimlashtirish. Aha. Tizimlashtirish, kengaytirish. Aha. Keyin bizni shu avtoaksesuarimiz ozroq susaygan. Mablag' yetishmovchiligi bor-da endi. O'shani nimadir qilib davolashimiz kerak, to'g'rilashimiz, o'stirishimiz kerak. Hop, qarang, tizim umumiy mavzu, ya'ni tizim nuqtai nazaridan tizimni nimadir baribir ko'rsatib berish kerak raqamda, oxirida. Ya'niki sizga nima qilsa, hozir 15 milliondan 30 million qilish qizumi yoki 50 million 100 million qilish qizumi yo просто foydangiz ko'paymasa ham tizim qilish qizumi. То есть farq har xilda, ya'niki siz aytishingiz mumkin, men asoschi sifatida vaqtim ko'p ketyapti biznesga, men roziman, что men o'zim biznesdan chiqsam, shu pulim topishim o'zgarmasa. Bu birinchi anaqa bo'lishi mumkin. Zapros, ya'niki xohlayotgan narsangiz bo'lishi mumkin. Ikkinchisi yo'q, men sof foydam oshsin, 2 barobar, 3 barobar ko'proqga. Endi nima asosiy maqsad tizim qilishdan maqsad foydani oshirish. Foydani oshirish. Demak, biz ko'rib chiqamiz, mana shu 15 millionni qanaqa qilib 2 barobar, 3 barobar ko'paytirish. Bo'ladimi shunaqasi? Bo'ladi. Yaxshi. Endi birinchi aynan mana shu konstavaringizni ko'ramiz, keyin vaqt qolsa avtoaksesuarga chuqurlashamiz. Bo'ladimi shunaqasi? Ma'qulmi? Bo'ladi. Yaxshi. Bitta qarsak chalib qo'yaylik Farruh akamizga. Surxondaryodan kelibdilar. Yaxshi. Xo'p, endi do'koningizga chuqurlashadigan bo'lsak, mana shu 50 millionni keyin birgalikda parchalaymiz siz bilan. 50 million savdoyingizni necha foizini konkretniy servis qiladi? Ya'ni o'sha xizmat nuqtai nazaridan siz qilasiz. Necha foizini sotuvdan amalga oshirasiz? Necha foizi boshqa kategoriya, ya'ni o'sha suv sotasiz, alohida telefon aksessuar va hokazo. Xo'p. Xizmat stabilli emas, har xil, kuniga qarab, vaqtiga qarab. 10 millionga boradi. Yaxshi bo'lsa 10 millionga boradi xizmat. Ya'ni 20% deya olamiz o'rtacha. Bo'ladi. Hop. Sotuv kanselyariya bir qaraganimda endi 20-25 million shu atrofida. Ya'ni kitoblar 5-50% atrofida. 30 ga borib qoladi kitoblar bilan. Hop. Qolgani boshqa kategoriya, to'g'rimi? Aksessuar, suv. Bu ham 25-30%. Hop. Endi eng katta kategoriyangizga chuqurlashaylik, sotuv kategoriyasiga. To'g'rimi? Sotuvni tahlil qiladigan bo'lsak, nimalar sizda birinchi, ikkinchi, uchinchi kategoriyada turibdi? Ya'ni nima asosan sotib olishadi? Endi tashkilot ko'p bo'lgani uchun qog'oz. Qog'oz. Keyin maktab bor, uzoq emas. O'quv qurollari. O'sha ofisniy qurollar, o'quv qurollari. Hop, yana endi o'quv qurollaridan keyin qog'oz telefon zaryadkalar ham yaxshi nima bo'ladi, aksessuarlar. Mana bu kanselyariya ichida bo'lsa, tushunarli. Umumiy keyin kitoblar ozroq bo'ladi. Kitoblar keyin o'rnida kitoblar. Yaxshi. O'zi mana Qumqo'rg'on lokatsiyasining o'zida qancha aholi bor? Umumiy aholi qancha Qumqo'rg'onda? Qumqo'rg'onda 200 ming bor. 200 ming aholi bor. 200 ming bor. Endi bizning maqsadimiz mana shu 15 millionni 30 million qilish, ya'niki sof daromadni oshirish. Bizda teskari nuqtai nazardan kelamiz. Ya'niki bizda ko'rsatkich bor. Tam, sam, so'm degan. Bular nima desanglar, tam bu umumiy katta bozor. Ya'niki mana shu butun O'zbekistondagi kanselyariya bozori nech pul desanglar, mana shunga tam degan ko'rsatkich javob beradi. Buni odatda yangi loyihalar, yangi investitsion proyektlar bozorga kirayotgan bo'lsa, tam degan bozorni o'lchaydi. Ya'niki misol uchun deylik, siz chet eldan bironta investitsion kompaniya bilan kelishdingiz va aytdingiz, men O'zbekiston bozoridagi butun konstovar bozorini 30% ni egallamoqchiman. Siz o'sha keysda tam bozorni o'lchaysiz. Ya'niki O'zbekiston butun aholisi qancha, ular 1 yilda konstovar mahsulotlari uchun nechta pul sarflaydi deb bozor o'lchaydi. Sam bu konkretniy sizni viloyat nuqtai nazaringizdan kichkina bozor. Ya'ni Surxondaryoni o'zi deylik. Misol uchun Surxondaryoda 2 million aholi bo'lsa, 2 million aholi nisbatan qanchadir pul sarflaydi 1 yilda o'quv qurollari uchun va siz butun Surxondaryo bozorini egallasangiz samga javob beradi. Endi so'm. Demak, bizda o'rtacha 200 ming aholimiz bor ekan, to'g'rimi? 200 mingta aholimiz bor ekan va sizga savol. Mana shu 200 mingta aholidan necha foizi deb o'ylaysiz, aynan sizning kategoriyangizga tegishli odamlar, ya'niki konkret konstovarga ishi tushadigan odamlar. Deylik, o'sha maktab o'quvchilari, to'g'rimi? Asosan maktab o'quvchilari tushadi. Xo'p, bu degani bizda o'rtacha 7 yoshdan necha yoshgacha?
16-17. 16 yoshgacha bo'lgan auditoriya. To'g'rimi? Necha foiz deb o'ylaysiz? Endi bir 70 80 ta maktab bor. 70-80 ta maktab bor. Yaxshi raqam. 40 ming 50 ming bor. 70 ta 80 ta maktab bor. Hop, o'quv markazlari nechta? O'quv markaz, xususiy ta'lim tashkilotlari deylik. Xususiy ta'limimizda yo'q. Yo'q, umuman. O'quv markazida endi bunaqa maktab, xususiy maktablar yo'q. Xususiy maktablar yo'q. Deyarli yo'q, ha. Demak, asosiy maktabda atalkivitsa qilaveramiz baribir. Maktab. Tushunadi. Demak, har bitta maktabda o'rtacha nechtadan bor? 500 tadan desak, bir 40 ming, 50 ming. 40 ming, 50 ming atrofida. O'quvchi bor. Zo'r. 40 ming, 50 ming atrofida. Bizani nimamiz bu? 40 ming, 50 ming? Klientlar. Potensial auditoriya, ya'niki agarda biza butun Qumqo'rg'on bozorini egallamoqchi bo'lsak, mana shu 40 ming ta odam hammasi bizdan olish kerak bo'ldi. To'g'rimi? Potensialniy auditoriya. Endi savol, mana shu bitta odamni olsak, necha pul sarflaydi aynan sezonda, misol uchun deylik sentyabrdan toki maygacha o'rtacha necha pul sarflashi mumkin? Aynan o'quv qurollari uchun. Sentyabrdan maygacha bo'lsa, kamida 300-400 ming ishlatadi. 300-400 ming ishlatadi. Kamida. Hop. Kimda nima fikr bor? Necha pul ishlatadi? Bormi? 1 million atrofida ishlatadi. 1 million. Hop, nimaga? Chunki doimiy xarajat bo'ladi, doimiy daftarga olingandan keyin tabiiy holat bu 1 million atrofida. Masalan, bitta daftaringiz nechi pul? 1000 so'm, misol uchun. 1000 so'm bo'lgandan keyin bitta bola kamida bir hafta 10 kunda bitta daftar to'ldiradi. Hamma ham rusumli daftar olmaydi, ya'ni qalin daftarlar qimmatroq bo'lsa kerak. Endi Bor. shunday. Auditoriya 1 million dedi, mayli, sizni fikringizga qarab 500 ming orasida olamiz. Hop, 500 ming orasida degani bu o'rtacha mayli 40 dollar olaylik, to'g'rimi? Endi bizani qancha auditoriyamiz bor edi? 50 mingta. To'g'rimi? 50 mingta auditoriyamiz bor edi, ko'paytiramiz. O'rtacha chek 1 yilda bu auditoriyaning bitta odami 40 dollardan pul sarflar ekan. Eng takoy minimalniy ko'rsatkichda, to'g'rimi? Qancha bo'ladi bozor? 200 ming dollar. To'g'rimi? Aniqmi? 2 million. Ha? 2 million. Qancha bo'ladi? 2 million. Ha, 2 million bo'ladi. 2 million dollarlik bozor ekan, butun Qumqo'rg'on bozorida. Qizig'mi? Qiziq, ko'p. Ko'pmi, kattami bozor? Biz o'ylagandan ancha katta. Katta ekan, to'g'rimi? Ya'niki xalq pul sarflayapti 2 million. Biza qayerdandir osmonlardan olmadik, aniq kalkulyatsiyaga ishondik va mana auditoriya aytgan raqamni ham sal kamaytirdik, to'g'rimi? 2 million dollarlik bozor bor ekan dedik, to'g'rimi? Zo'r. Endi savol, mana shu 70 ta 80 ta o'tirgan maktabdan nechtasi siz bilan ishlaydi? Men bilan o'zi asosiy bitta. Bittasi ishlaydi. Ha, endi sal uzoqroqda yana bitta bor. Juda ko'p emas. Bitta maktab ishlaydi. Nimaga bitta? Chunki necha foiz bo'ladi bitta? Lokatsiya 2%. 2% da, 1,5-2%. Hop. Yaqini shu. Sezonda endi balkim ikkinchi maktabni qo'shilash, ikkita maktab bo'ladi. Bizdek aytganda lokatsiyamiz sal bozor territoriya emas, shuning uchun chekkaroq solgan. Hop. Endi savol, 70 ta 80 ta maktabdan tashqari o'quv markazlari soni nechta? Endi chekka hudud ko'p bizda, hudud kattada. Markazda 10 tadan ziyod. 10 tadan ziyod. Ha, 10 tadan 10 plus. 10 tacha bor. Mana shu 10 plus o'quv markazlarida nechta studentlar bor? Deb o'ylaysiz. Bittasida o'rtacha 300-500. Ha, da, bor. 300-500 bor. 500 atrofida chiqadi, to'g'rimi? Bor. Hop, demak, qancha? 5000 tacha studentimiz bor. Bo'ldi. Bo'ladi. Endi qaranglar, bizani hozirgi asosiy vazifamiz Farruh akamizni chakana savdo, to'g'rimi? Chakana savdoni asosiy mohiyatini birinchi parchalab olamiz. Ya'niki tushunib olishimiz kerak, hozirgi biz qilib turgan savdo o'zimizni lokatsiya nuqtai nazaridan patologmi yoki patolog emasmi? Ana undan keyin agarda biz hozirgi turgan situatsiyada, hozirgi biznes modelimizda eng patologga chiqqan bo'lsak, biz majburmiz biznes modelni o'zgartirishga. Tushuntira olyapman. Ya'niki hozirgi sizni do'koningiz aytaylik mana shu joyda joylashgan, to'g'rimi? Endi ko'chani bu boshida yana boshqa rastalar bor. To'g'rimi? Endi savol, biz mana shu
potensialniy auditoriya bizaga kiryapti, то есть maksimalniy patologga chiqqanimizni qanaqa o'lchab ola olamiz? Ya'niki biz ayta olishimiz kerak. Ha, demak, Farruh aka o'zlarini ochgan tochkalariga nisbatan bu boshlari patologga yetdi degan xulosaga kelishimiz uchun nima instrumentlardan foydalanishimiz kerak? Qanaqa buni hisoblaymiz? Endi to'g'risi bu uchun narxlarni o'zgartirib ulgurjiga o'tsa patolog bo'lishi mumkin. Qarang, narxi o'zgartirish haqida biz gapirmadik. Narxi o'zgartirish bu mana xuddi odamning temperaturasi chiqsa, dori berishdek gap. Men sizga aytaymi, qanaqa qilib temperaturani to'g'ri o'lchab ola olasiz va qayeringiz og'riyotganini aniq ayta olasiz deyapman. Siz aytyapsiz, men bu dori ichib ko'raman, keyin og'riq qolsa keyin aytaman. Yo'q, unaqa emas. Birinchi aniq qilamiz, keyin dori ichamiz. Endi Nima qila olamiz? Aytinglar. Beringlar mana. Qanaqa o'lchaymiz? Ikkita maktab bor, nechta o'quvchisi bor? Hop. Ikkinchi bor, nechta o'quvchisi bor? Ikkita o'quvchi qancha xarajat qiladi? Hozir. Hop, birinchi variant aytibdilar, yaqindagi maktablarni olamiz. Birinchi maktabdan o'lchab ko'ramiz. Tashkilotdan ko'ramiz, jim sentrdan ko'ramiz, qancha odam bor, qancha savdo bo'ladi, keyin hisoblab ko'ramiz. Sezon payti qanaqa, sezon payti qanaqa. Birinchi variant. Hop, yana. Beringlar. Ha, yo'qmi? Bering aka taklifingiz. Agar u oxirgi potensialgacha chiqadigan bo'lsa, siz hozir o'z hisoblab berganingiz bo'yicha 2 million savdoga chiqilsa, o'sha Qumqo'rg'onmidi? Qumqo'rg'on bo'yicha eng potensialga chiqqan bo'ladi. Da, yo'q, biz chakana to'g'risida gapiramiz, ya'niki do'konlari bor. Do'konlari ma'lum bir lokatsiyada joylashganda, biz 2 millionni gapirdik, butun bozor mana prям Qumqo'rg'onda sotiladigan istalgan mahsulot Farruh akaniki bo'lsa 2 million pul topadi. Любой narsa, daftar, qog'oz, konstovar, ruchka, hammasi Farruh aka orqali kirish kerak. O'shanda 2 million savdo bo'ladi. Biz hozir gapiramiz, Farruh aka do'kon ochib qo'yganlar, do'koningiz lokatsiyasi qayerda? Orientir endi hokimiyat yon desa. Hokimiyatda yoni. Mana hokimiyatda yonida do'konlari bor. Endi biz bilishimiz kerak, aynan mana shu ochilgan lokatsiyada Farruh aka pikka chiqib bo'lganlarmi? Ya'niki hozir mana bu tochkani o'zida rivojlanish ehtimolligi bormi yo'qmi, o'shani aniqlab olishimiz kerak. Keyin boshqa biznes modelga o'tamiz. Agar hozirgi situatsiyada rivojlanish imkoniyati bo'lmasa. Hop, ayting. 5 kilometr radiusda Hop. o'sha potensial mijozlarimiz hammasini qondiryapmiz. Ehtiyojimiz yo'qmi? Shuni aniqlaganimizdan keyin Qanaqa aniqlaymiz? shu maktablar sonidan olib turib, shuncha odamga savdo qilyapmizmi yo'qmi? Tekshiramiz. Yaxshi. Hop, yaxshi takliflar. Lekin undan oldin men chuqurlashardim. O'zimni potensialimni o'lchash uchun men o'zimga savol berardim. Kuniga menga nechta odam kiradi? Va buni necha foizi xarid qiladi? Xarid. Sababi, agarda menga 100 ta odam kirib turib, uni 70 tasi xarid qilayotgan bo'lsa, qolgan 30% ni men yo'qotayotgan bo'lsam, demak, men hozirgi o'zim joylashgan lokatsiyaga nisbatan noto'g'ri taklif beryapman. To'g'rimi? Ya'niki men aniqlab olishim kerak, hozirgi lokatsiyamga nisbatan menga kirayotgan odamlar xohlayotgan narsani men bera olmayman evaziga. Endi sizga savol. Hozirgi nechta odam kiradi, o'lchamayotgan bo'lsangiz taxmin ayting va necha foizi xarid qiladi sizdan? Menimcha siz aytganingiz to'g'ri, shu 100 ga yaqin odam kiradi bir kunga. Hop, 70-80 tasi xarid qiladi. aniqmi? Endi Kim o'tiradi kassada? Kassada kim? Kassada men o'tiraman. O'zingiz o'tirasiz. O'zingiz o'tirasiz. Cheklar sonini sanamaysiz, shu narsa qilmaysiz. Yo'q, chek Shu narsa. Avtomatlashtirilmagan? Ana shu muammo, shu avtomatlashtirilmagan. Hop, 70-80%. Savol, qolgan chiqib ketayotgan, eshitamiz. Qolgan chiqib ketayotgan 20-30% sababi nima? Nima deb o'ylaysiz? Nima deb chiqib ketishadi? Endi to'g'risi izlagan narsa topilmay qoladi. Birinchisi assortiment ekan. Assortiment tugab qolgan yoki yo'q. Chunki konstovar va kitoblarda ko'proq qaytadi, unda juda ko'p assortiment. Yetkazish uchun mablag' juda ko'p kerak. SKU ko'p. Chunki tovar ko'p, tovar soni juda ko'p. Tovar soni juda ko'p va bu ko'proq tovar sonidan emas, to'g'ri omborni boshqarmagandan kelib chiqadi. Ya'niki siz konkretniy jadvalda ko'rib turishingiz kerak, bitta mahsulotingiz sotilmadimi? Demak, o'sha narxini tushirib, даже себестоимостьga bo'lsa ham tez sotib, pulini yechib, boshqa
tez aylanadigan mahsulotga tikib to'g'ri boshqarmasangiz qiynalib qolasizda, chunki assortimentingiz u yerda 5 ming 10 minggacha borishi mumkinda, mayda narsalar ko'p. Endi ba'zida qilaman bu ishni o'zim. Endi tizim bo'lmasa baribir uni ko'rib turish, to'liq ko'rish qiyin. Omborda misol uchun ba'zi narsa bo'lib turib yo'q, topolmay qolish mumkin. Bizda ko'pda unaqa. Hop, birinchisi assortiment orqali, yana keyin nima? Odamlarga hammasi bilan muloqot to'liq qila olmay, taklif to'liq bera olmay qolamiz ba'zida. Chunki ular ko'p bo'lib ketadimi shunda odam? Ha, odam ko'payib qoladi. Hop. Yo ko'paymasa ham ular aytgan narsani o'zini yo'q deb yuborish bizda sal ko'proqda. Qidirmaysizlarda? Yo'q, qidirish emas. Yo'q bo'lsa. Hop, joyiga boshqa narsani juda har doim ham taklif qila olmaymiz-da, o'rniga mos narsa bor bo'lgan narsani ham har doim. Yo, o'sha ham assortiment bilan bog'liqmi? Ya'niki so'ragan narsasi yo'q, to'g'rimi? Yo'q, ha. Yo'q. Hop. Yana? Takandimi? Asosiy shu sabab. Menimcha, meni ko'rganim shu. Sababi o'shaning uchun ko'ra olmaganim uchun men ishim o'smayapti, uni bilaman. Menga ko'zimga ko'rinayotgani shu. Hop, nima qilib ko'rsak bo'ladi? O'zi birinchi tizim. Yo'q, tizim umumiy gap, qarang. Sizlar bitta narsani tushuninglar. Avtomatizatsiya qilish. Misol uchun har bir kirgan tovar, chiqqan tovar, qolgan ombor nimalarni tekshirib ko'rish. Shunaqa birinchi yechim deb shuni ko'rib men oxirgi bir oy ichida hop, avtomatizatsiya qildingiz. Sizga sotib olmagan odamni nimaga sotib olganini avtomatizatsiya qanaqa qilib ayta oladi? To'g'ri. Ayta olmayman. Hop, kim ayta oladi? Kim ayta oladi? Yo'q, ayta olmasa. Potensial mijozda baribir oddiy aholi bo'ladi-ku. Hop, Maktabga bolalarimiz keladigan. Bo'lishi mumkin. Misol uchun har bitta yon atrofingizdagi misol uchun 5 kilometr radiusdagi aholidan kazdeb o'tkazishingiz mumkin. Ya'ni kazdevni faqat qanaqadir qiymat miqdorida, misol uchun men do'konimizga mahsulot olgani kelsangiz, shu savollarimizga javob bersangiz, ma'lum bir chegirma beramiz deb, asosiy nima mahsulot ishlatadi o'quv qurollaridan. O'shani qilib o'lchab olsangiz bo'ladi. Ya'ni qaysi tovar sizda ko'proq ketishi mumkin. Ya'niki, mana to'g'ri fikr aytishdi. Mijozni o'zi ayta oladi. Ya'niki sizning asosiy vazifangiz mana shu 20-30% yo'qotayotgan auditoriyangizni analiz qilib olish. Ya'niki nimaga yo'qotyapsiz? O'sha orqali bila olasiz hozirgi patologiyangizni yetganmisiz yo'qmi? Demak, hozirgi patologiyaga yetilmagan va uni asosiy sababi assortiment ekan. Biz aniqladik, to'g'rimi? Agar assortimentni to'g'ri joylab olsangiz va globokiy o'sha oxirgi iste'molchilar bilan gaplashib aniqlab olsangiz, yechim topa olasiz bu vaziyatga. Hop, 20-30% u darajada strashniy ko'rsatkich emas. Misol uchun ba'zi chakana do'konlarda 50-60% bo'lib ketishi mumkin-da. 20-30% ham yaxshi ko'rsatkich emas, yomon emas, takoy sredniy ko'rsatkich deb olaylik. Yaxshi. Endi savol, umumiy mana shu 50 millionlik savdoyingizdan biz aytdik, что savdo nuqtai nazaridan 50% ni, ya'ni o'rtacha 25-30 million atrofidagini sotuv qilib berar ekan, to'g'rimi? Sotib olib chiqib ketishar ekan sizdan. Endi savol, shularning orasidan kattaroq krupniy sotib oladiganlar bormi? Har bir haftada, 2 haftada, bir oyda kelib sotib oladiganlar. Optim formatda, misol uchun o'quv markazi rahbarlari bo'lishi mumkin, o'quv markazlari bo'lishi mumkin, maktab o'qituvchilari bo'lishi mumkin. Kattaroq formatda. Endi kattaroq formatda tashkilot bor. Xo'p, qanaqa tashkilot? Misol uchun suv xo'jaligi bor. Yana qishloq xo'jaligi. Asosan davlat tashkilotlari. Davlat tashkilotlari oladi. Yana kim deyish mumkin. Endi keyin bitta klinikamiz bor. Klinika zo'r. Klinika. O'rtacha necha pullik zakup olishadi bir oyda mana shu tashkilotlar? Davlat tashkiloti, klinika. Bular 1 million, o'rtacha 2-3 million oladi. 2-3 millionlik oladi. Yaxshi. Bittasi bu o'rtacha 5-6 million oladi hammasi. 2-3 million bittasi oladi o'rtacha. Zo'r. Endi qarang, bizning vazifamiz, biza mana hozir kichik biznes bo'lganligimiz sababli o'qimiz soni cheklangan. Ya'niki biza katta kompaniyalarga o'xshab cheksiz resursimiz yo'q. Biza bitta nuqtani shunaqa urishimiz kerakki, o'sha nuqtaga urish orqali kattaroq massani o'zimizga olib olishimiz kerak va kattaroq pul va davomiy pul topishimiz kerak. To есть faqatgina bir martalik сделкаlar emas, biza uzoq muddatli сделкаlardan ko'proq yuta olamiz. Endi savol sizga, mana shu o'zingiz aytgan 50 mingta potensialniy auditoriyani qanday qilib bittada
kattaroq massani ura olamiz. Ya'niki biza shunaqa urishimiz kerakki, eng kamida bitta urganimizda 500 ta odamga do'st ola olishimiz kerak. Nima qilsak, mana bitta nuqtada 500 ta odamga o'zimizning mahsulotimiz bilan kirib bora olamiz. Nima qilsak? Endi birinchisi reklama. Qanaqa Misol uchun reklama? bizda kanal bor. Tumanni kanali. O'sha orqali eng birinchisi shu. Reklama orqali siz nima qilmoqchisiz? Mana reklama berdik. Necha pul turadi reklama? Reklama 1 million. 1 million turadi. $100 deb olaylik. Zo'r. Endi savol sizga. Siz meni yolladingiz direktor sifatida. Menga plan qo'ydingiz. Javohir savdoni oshirishing kerak 2 barobarga. Yoki sof foydani oshirishing kerak 2 barobarga. Men $100 ga reklama berdim. Endi sizga savol. $100 reklama evaziga qanchaga menda savdo oshadi? Shu paytgacha qilib ko'rganmisizlar? Xo'p, qilganmiz, ha. Hop, qanchaga oshgan savdo? Savdomi? Savdo 20-30% ga oshgan. 20-30% ga. Hop, bu degani 50 millionlik 60 million bo'lgan. Yo, sal ko'proq. Qancha? Balkim 60-65 ta. Shunaqa. 60, mayli 65 million bo'lgan. Ya'niki siz $100 evaziga qo'shimcha 15 million savdo olib keldingiz. Bu lekin bir martalikka yaqinroq. Bu qarang, chuqurlashamiz. 15 million savdo olib keldingiz, to'g'rimi? Endi savol, boya siz aytdingizki, 50 million savdodan men o'rtacha 10-15 million sof foyda qilaman, to'g'rimi? 20% atrofida foydangiz bor, to'g'rimi? Plus minus. Endi qarang, 20% degani bu o'rtacha 15 milliondan men qancha pul topaman? Qancha pul topaman? 3 million pul topaman. Lekin bu 3 million pul topish uchun men qancha xarajat qilaman? $100 xarajat qilaman. Demak, sof foydam qancha? Sof foyda 2 million endi shunda 1 million 800 atrofida. Yaxshi. Endi savol, 1 million 800 sizga foydangizga ishlayotgan ekan, nimaga reklamani xarob qilmaysiz? Foyda qilyapsiz. Endi bu reklama faqat sezonda ishlaydi. Hop. Necha marta qilib ko'rgansiz? Necha marta mana shu 20% savdo oshish effektini bergan sizga? Bir marta qilib ko'rganman. Bir marta qilib ko'rgansiz, bir marta savdo oshgan. Bir marta. Nimaga xarob qilmaysiz? To'g'rimi? Logichli savol. Hop. Ba'zi reklamalar o'sha aytyapsiz, bir oyda, bir oyga emas, bir haftaga ham bormaydi-da. Misol men qiladigan $100 rasxodlari bir haftada ham o'sha yana eski holatiga qaytib qolishi mumkin. Bu degani bir haftada, bir oyda 4 marta reklama qilish kerak bo'ladi. Yo'q, effekt bor-ku. Men raqamda o'lchayapman. Raqamda men $100 pul tiksam 1800, to есть 1 million 800 ming sof foyda topyapman. Zo'r, nimaga ko'proq tikmaysiz? Savolsiz. Men bir martalik bo'lgani uchun ko'proq nima qilmaganman. Chunki bir oyda tugaydi sezon. Zo'r. Endi sizga vazifa. Siz $100 evaziga savdoni o'rtacha 20% oshirdingiz. Endi sizga vazifa tushyapti. $10 budjet bilan savdoni 2x ga oshirishingiz kerak. 100 million qilishingiz kerak. Nima qilasiz? Menda yechim yo'q. Yechim yo'q. Hop, auditoriya. Qanaqa? Hop, u chiqarishiga $10 dan ko'p ketadi-yu. Nima qilamiz? Mijoz bazasini yig'ib qayta sotib qo'yadi. Hop, qanaqa qilasiz? Har bitta mijoz keladi-yu. Agar mabodo qanaqadir sizga raqamini nimasidir beradigan bo'lsa, o'shanga sovg'a sifatida berib, xuddi Safiya singari mijoz bazasiga qayta qo'ng'iroq qilib o'tirib, prosta yoki SMS jo'natardimda, o'shani qayta sotuv yo'lga qo'ygan bo'lardim. Hop. Retentionda. Hop, yana. Chunki bor potensial mijozlaringiz borda, bu sizga tekinga tushadi yig'ib olganingizdan keyin. Hatto 100 tasini yig'ib olsangiz ham mana shu $10 orqali. Hop. Rahmat. Yaxshi, yana. Kimda nima variant? Yechim. Siz mana bu $10 unuting. Siz 0 bilan hisoblang. Ya'ni pul tikmasdan biz hozir 2-3 barobar savdoni oshirish haqida gaplashamiz. Bo'ladimi? Qiziqmi? Qiziq. Endi bizani do'konimiz bor. Do'kon lokatsiyaga bog'langan, to'g'rimi? Do'kon lokatsiyaga bog'langan va unga iste'molchilar oyoq bilan kiradi. Biz birinchi bo'lib kanallarga bo'lib olamiz. Mana shu bizning do'konimiz bo'lsa, biz ikkita kanalga bo'lib olamiz. Ikkita kanal, bu birinchisi
tashkilotlar B2B deyiladi, ya'niki biznes nuqtai nazaridan biza ma'lum bir bitta shaxs emas, tashkilot bilan kontrakt qilishimiz mumkin bo'lgan imkoniyatlar. U bo'lishi mumkin xususiy maktablar, u bo'lishi mumkin maktablar, u bo'lishi mumkin davlat tashkilotlari, u bo'lishi mumkin qaysidir korxonalar, klinikalar va hokazo. Ikkinchisi bu B2C, ya'niki oxirgi iste'molchilar. To'g'rimi? Endi biza nol budjet bilan tezroq savdoni oshirishimiz kerak. То есть bitta nuqtaga urib, kattaroq сделка yopishimiz kerak. Biza B2C bilan ishlash uchun mana bitta o'rtacha odam kirganda do'koningizga nechta pullik mahsulot xarid qiladi? O'rtacha 10 ming. 10 ming so'm. $1 degan. Endi savol, biza savdoni 2x ga oshirishimiz uchun bunaqa odamlar yana nechta olib kirishimiz kerak do'konga? Yana 100 ta. Nechta olib kirishimiz kerak? Ha? 2 barobar ko'proq olib kirishimiz kerak. Bu degani kuniga 100 ta kirayotgan bo'lsa 200 ta olib kirishimiz kerak. Endi bizaga bu iste'molchi nuqtai nazaridan 100 ta odamni o'ylab yurish qiyin. Biza mana bu kanal orqali chuqurlashib ko'ramiz, qanaqa bittada ura olamiz. To'g'rimi? Endi savol o'sha sizdan hozir xarid qilayotgan birinchisi davlat tashkilotlari va klinika, to'g'rimi? Savol, nimaga aynan sizdan xarid qilishyapti bular? Nimaga bozordan emas, nima kuchli tarafingiz borki, aynan sizdan xarid qilishyapti? Davlat tashkiloti. Endi men esa buni realga beraman, to'g'ri. Nasiya berasiz. Realga. Kelasiga hammi? Va shu asosiy muammo o'zi realda. Anaqasiga qarab. Nasiyada. Hop, qaysi biriga nasiya qancha berasiz? Misol uchun deylik, mana bu sizdan 2 millionlik mahsulot xarid qilsa, necha foizini nasiyaga berasiz va u qanchada yopadi nasiyani? Endi bizda bu tashkilot to'liq nasiya. To'liq nasiya. 100% nasiya. 100%. Hop. Muddat kelishuv qachongacha bo'ladi? Muddat oy. 1 oy. Hop. 1 oyga nasiyaga beramiz. Savol, qanchadan beri ishlaysiz va necha foiz ehtimollikda bular nasiyasini o'z vaqtida yopadi? 2-3 yildan beri ishlayman. 50% yopadi. Har doim emas. Har doim emas. Qolgan 50% ni qanchagacha cho'zadi? Yana oygacha-da. Yana 1 oy. 1 oyga cho'zadi. Tushunarli. Xo'p, klinikachi? Klinika ham xuddi shunday. Bu ham shu oydan oygacha. Oydan oygacha. Yopish qanaqa? Yopish narx shu deyarli to'liq qoplaydi. To'liq qoplaydi. 1 oyda to'lib beradi. Sizga выгодныйmi ular bilan ishlash? Shunaqa formatda? Endi выгодный emas, chunki nimaga? Kerak vaqtda, misol uchun, birinchidan assortiment tugaydi tezroq. Ikkinchidan kerak vaqtda tovar, misol uchun, keyingi mahsulotga pul kerak bo'lgan vaqtda topilmaydi. Uzilish bo'ladi. Tushundim. Siz поставщикlardan naqdga olasizmi har doim? Endi deyarli yarmi. 50% naqd. 50% nasiya. Endi savol, поставщикlar bilan nima qilib kelishsak, ko'proq nasiya torta olamiz? Поставщикlar bilan endi u muammo deyotganim nasiyaga ko'p chiqib ketyapti. O'zim ham ko'p olyapman. Nima degani o'zim ko'p olyapman? Nasiyaga qarzga ko'p tovar olsam, uni nimasi ko'tarilib ketyapti, summasi. Menda bunaqa pulni nimasi kamaygan, taqsimot. To'g'ri taqsimlash kamaygan. O'shaning uchun endi men o'ylayman, u real ham shu xavfga borib qoladi-da. Chunki do'kondagi tovaringiz, sizni bergan qarzingiz, olgan qarzingiz hisob-kitobi qochgan. Olgan qarzim do'kondagi tovar yarmiga yaqinlashib qolgan, misol uchun. Yaxshi. Endi mana qarang, savol. Klinika sizdan nasiyaga mahsulotini sotib olyapti, to'g'rimi? Endi savol, nimaga nasiyaga olyapti? Naqdga emas? Nasiyaga. Endi boshida naqd edi. Tam nasiyaga men o'rgatdimmi degan savol ham tug'iladi. To'g'ri savol. Nimaga nasiyaga olyapti? Endi misol uchun bundaqa, ishlayotganingizda ba'zida bo'lmay qoladi klientda bir marta. Men endi yo'q demayman, qaytarish yo'q menda. Qaytarmaganim uchun odamzod o'zi shunaqada o'rganib qoladi. Klient yo'qotishdan qo'rqamiz. Endi qarang, yaxshi, klient yo'qotmasligi zo'r. Klinika asosan qog'ozni nimadir maqsadda ishlatadi, to'g'rimi? Endi qarang, nasiyaga olish sababi mana bu emasmikan? Ya'niki
klinika bittada sizdan 2-3 millionlik mahsulot xarid qiladi va mana shu 2-3 millionlik mahsuloti unga 1 oyga yetadi. To'g'rimi? To'g'rimi? 1 oyga yetadi. Endi bizning vazifamiz mana xuddi mana bunaqada sizda katta ovqat bor, misol uchun bir 10 kilogramm go'shtingiz bor. Siz 10 kilogramm go'shtni bittada olib ketyapsiz-da, 1 oy yeyapsiz uni. Va 10 kilogramm go'shtni hammasini nasiyaga so'rayapsiz. Undan ko'ra, mana shu 10 kilogramm olayotgan odamga aytgan yaxshi emasmikin? Qara og'ayni, sen o'zi bir haftada 2,5 kilo go'sht yerkansan. To'g'rimi? 10 kilo yomaysan baribir. To'g'rimi? Endi sen kelmasanga har hafta 2,5 kilogrammni o'zim olib borib berib turaman. Faqat ke naqdkashlik desangiz. Unga yaxshi emasmikin? Uni o'ylagan holda. Balkim, lekin gaplashib ko'rsak bo'ladimi? Bo'ladi. Shunaqa qilsak, ya'niki klinikada ham xuddi shunaqa biznes matematikasi bor. Qanchadir odam kiradi kunlik ravishda va unda o'rtacha bitta odam jon boshiga qanchadir qog'oz ishlatilishi chiqib ketadi. Misol uchun kuniga aytaylik 500 ta odam kirsa klinikaga, o'rtacha bir kunda aytaylik nechtadir qog'oz nimadirlar ishlatiladi. Demak, siz bir haftada o'rtachasini olib olishingiz kerak edi va o'shancha mahsulotlarni naqd evaziga har hafta prosta berib turing. Aylanmani ko'paytiring, lekin naqd ishlang. Baribir ishlata olmayapti-yu, sizdan bir oyda bir marta zakup qilib turibdi-yu prosta qolgan. To'g'rimi? Nima qiladi? Eng kamida ikkiga bo'lib olsin. Ikki qismga bo'lib olsin. Bo'ladimi shunaqa gaplashsak? Boshqa tashkilot bilan shunaqa gaplashsak bo'ladi. Endi keyingi masalaga o'tamiz. Keyingi masala xuddi shunaqa davlat tashkilotlaridan, klinikalardan va o'quv markazlaridan sizning 10 kilometr radiusingizda, ya'niki dastavka imkoniyati bo'lgan radiusda nechta bor? Tashkilotmi? Birinchisi tashkilotda ayting. Misol uchun 5 ta bor deylik. Tashkilot 5 ta. Yaqinda turibdi 5 ta. Yaxshi. Keyingisi. Klinikalar. Klinikalar 2 ta. 2 ta. Hop, keyingisi maktab, o'quv markazlari. Maktab 3 ta. 3 ta 4 ta. O'quv markaz 10 tacha bor. Yaqindagisi 4 ta 5 ta. 5 ta. 5 plus 5, to'g'rimi? Men o'quv markazi bilan ishlab ko'rmaganman. Zo'r. Nimaga? Nimaga? Savol. Mana shularni eshigini taqillatib borib, tanish odam topib, taklif berish uchun qancha sarf xarajat qilasiz? Deyarli 0 so'm. 0 mi? Benzin puli. To'g'rimi? Shunday. $10 yetadimi benzin puli? Yetadi. Qilsa bo'ladi? Bo'ladi. Zo'r. Nima endi taklif beramiz ularga? To есть ularni biza orog'ini topib, ularga yechim berishni o'ylashimiz kerak. Nima? Kerak narsani vaqt topib berishda yechim. To'ppa-to'g'ri, ya'niki ularning eng asosiy muammosi kerak payti qolmay qoladi. To'g'rimi? Siz kerak payti qolmay qolishini nazorat qilish uchun nima qilishingiz kerak? Endi hammaga nima kerakligini bilib turishim kerak. Bilib turishingiz kerak. Bilib turish uchun nima qilish kerak? Aloqa. To'ppa-to'g'ri. Siz bir haftada bir marta kamida offline borishingiz kerak. Kamida har 2-3 kunda telefonlashib turishingiz kerak. To'g'rimi? Ya'niki siz uni o'ylagan holda xabar olib turishingiz kerak. Savol, hozirgi ishlayotgan tashkilotingiz va klinika bilan har qanchada xabarlashib turasiz? O'zingiz aloqaga chiqing. Men har doim pul kerak bo'lganda chiqaman. Ha, malades. Ular ham faqat mahsulot kerak bo'lganda keladi sizga. To'ppa-to'g'ri. Qanaqa muomala qilsangiz, shunaqa. Tak, to'g'ri. Nima xulosa? Nima qilsak, mana shu tashkilotlar bilan kontrakt imzolay olamiz va qanchaga savdo oshishi mumkin? Shu formatda, B2B ni o'zida. Endi kamida 20 million oshsa kerak. 20 million. Nimaga? Talabiga qarab unaqa har doim har xil bo'lishi mumkin degan maqsadda. Hop. Kamida 20-30 million oshadi. Oshadi. 20-30 million. Demak, 50% ga savdoni oshirishga ko'zingiz yetyapti shunaqa. To'g'rimi? To'g'ri. Nimaga qilmaysiz? Prost bilmasmidingiz yo qilgingiz kelmayapti? Biz startda 45 kunlik dasturda birinchi tadbirkorlar shaxsiyati bilan ishlaymiz. Sababi hozirgi zamonda informatsiya juda ham ko'p, lekin tadbirkor nimagadir qilmaydi. Yoshligidagi travmalar bo'lishi mumkin, kimdir aytgan bo'lishi mumkin yoki bu yo'nalishda o'zini ko'rmasligi mumkin. Har xil sabablar bor. Endi savol, bu narsani prosta bilmasmidingiz yo qilgingiz kelmayaptimi? Vaqt aytganda ham tabiatga bog'liq. Hozir erinchoqlik borda menda. Hop. Nimaga erinchoqlik bor? Nimagaligini
zo'r erinchoqligingiz mana shu paytgacha shunaqa bo'ldi hozir erinchoqligingiz sizni qaysi etapgacha olib keldi ana shu erinchoqligingiz bilan nimaga erishdingiz endi erinchoqlik bilan nima foyda berdi sizga erinchoqlik zarar endi zarar bilinadi endi savol sizga erinchoqligingiz bilan nimalarni yo'qotdingiz deb o'ylaysiz erinchoqlik bilan endi nima shu aytganimdek qilgan ishlarim ochgan bizneslarimni ko'pchiligi menimcha shu yo o'zim harakatimdan 50% o'zim harakatimdan yopilgan desa ham bo'ladi o'sha nimalar yo'qotdingiz konkret deb o'ylaysiz konkretni daromad zo'r birinchisi pul yo'qotdingiz pul yo'qotdik ikkinchisi ishtiyoq yo'qoladi ishtiyoq energiya yo'qoladi energiya yo'qoladi yaxshi energiya ancha susaygan oldinga harakat energiya ishonch yo'qoladi to'g'rimi ishonch yana vaqt ham ketadimi vaqt qancha sarfladik umr degan to'g'rimi umr ketdi vaqt umr da 3 yillari shu yangi ishlarga ketganda endi savol sizga bu narsalarni siz yo'qotdingiz okey anaqa yalqovligingiz o'sha anaqaligingiz bilan kelishib oldingiz hisoblashib oldingiz tomon pul to'ladingiz endi savol bu tomon pulni faqatgina siz to'ladingizmi yoki sizdan boshqalar ham to'ladimi endi boshqalar to'ladi desa ham bo'ladi oila a'zolarimizda endi ishonch bo'ladi baribir endi bizda oilada menga qilaman imkoniyat ko'pda yordam ham bunday bo'lganda yordam ham uydagilar ochiqcha yordam qilishadi puldan ham o'zlari ham biror narsa qilaman desam qaytarishmagan shu paytgacha doim qo'llab quvvatlashgan bu aksariyat tadbirkorda bunaqa поддержка yo'q bilasizmi shu bo'lgani uchun men shu darajaga erishdim chunki o'zimni bilaman shaxsiyatimni endi savol sizga o'zimni qilolmasdim uydagilaringiz nima tovon to'lashdi sizni erinchoqligingiz tufayli ularni ham umri ketdi desa ham bo'ladi zo'r vaqt umr ulardan ham ketdi yana asab может o'zlari aytsin o'zingiz ayting men ko'proq umrda o'lchaymanda hamma narsani umr savol umr qaytadimi orqaga umr qaytmaydi shuning uchun shunday o'lchayman pul topiladi qolgan hamma resurs topsak bo'ladi vaqt umr qaytmaydi endi savol sizni erinchoqligingiz shunga arziydimi tarozida yo'q arzimaydi endi savol nima qilsak erinchoqlikdan biza chiqib keta olamiz bitta o'zingizni kuchingiz yetmaydi bu narsaga nima qilsak konkret erinchoqlikdan chiqib keta olamiz endi men ko'p harakat qilganman to'g'risi ochiqcha ko'rinib turibdi ko'p harakat bo'lmasa kelmasdingiz surxondaryodan toshkentga harakat qilganman stabillik yo'qda menda to'g'ri fe'l-atvorim o'zi shunday stabillik bir narsaga harakat qilaman to'g'ri bor kuchim bilan qilaman lekin nimadir muammo chiqsa muammo ko'p bo'ladi endi muammolarni yengamiz qo'ldan kelgancha lekin ko'paygandan keyin muammolar ko'paygandan keyin men o'zim kuchim yetmay qolganda juda tashlab qo'yish yo bo'lmasa o'zimni yengib olishim qiyin kechib qoladi yengolmay qolaman ko'p ish tashlab qo'yishim mumkin tashlab qo'yaman hammani nima qilinsaki siz mana shu ishlarni tashlab qo'ymaysiz va oldinga qarab yurasiz nimani o'zgartirish kerak mana miyani ochib boshqa soat tiqib qo'ya olmaymiz ilojimiz yo'q to'g'rimi oila a'zolarimizni o'zgartira olmaymiz ilojimiz yo'q nimani o'zgartirishimiz kerak bilmadim ko'pchilikda ham shu muammo bo'lsa kerak o'zi shaxsiyat bu sekin o'tadigan jarayonda shaxsiyatni o'zgarishi uchun shaxsiyatni ochib beradigan narsa nima to'g'risini aytsam men bir narsani ko'raman ustozim yo'q men zo'r men boshidan bilmaganman yaqin 2-3 yilda shu narsani tushundim misol uchun bitta biznesim o'xshamadi konstavar bir do'konim o'xshamadi endi hozir to'liq eslolmayman kimni aytganini lekin shu biznes treningda eshitganimda moliyaviy salgina do'kon o'sgandan keyin ikkinchini ochishga harakat qilmang sababi sizni faqat resursga bog'liq emas avval ishchi kuchiga bog'liq keyin sizni boshqarishingizga o'sha narsa yetmay qoladida keyin siz tizim yo'qligidan ham keyin o'zi asosan ishchi kuchi bilan harakat yetmay qolgani uchun yopiladi xuddi shunday menda yopilgan 2 marta hop yetmay qolgan birinchi faktor ustoz ekan yana nima mana bo'sh vaqtingizda kimlar bilan ko'proq vaqt o'tkazasiz
u ham lekin endi undan keta olmayman-da. Man sizga keting demayman, man sizga savol berdim. Kimlar bilan vaqt o'tkazasiz? Bog'liq, atrofga bog'liq. Qarang, hali keting demadim, o'zingiz aytdingiz. Men ketishni o'zim o'ylaganman-da. Xo'p. Ketishni o'zim. Endi savol, do'stlaringiz ham xuddi shunaqami? Da, shuning uchun menga ko'p o'tadi. Men harakat qilaman, yana kirib qolaman shu nimaga. Endi savol sizga. Siz shunaqaligingiz uchun shunaqa do'stlaringiz bormikin yo shunaqa do'stlaringiz borligi uchun shunaqamikinsiz? Savolimni tushundingizmi? Ikkalasi ham. Yo'q, bittasini ayting. Bittasi odam shunaqa fikrlagani tufayli boyidimi yo boyigani tufayli keyin shunaqa fikrlaydimi? Endi hozir men aybni ularga to'nkasam noto'g'ri. To'g'ri, noto'g'ri. Men o'zimda deb bilaman. Hop, chunki birovga aytib to'nkash osonda. Ha, mana deysiz. Endi savol, siz o'zingizni o'zgartirmoqchisiz. Savol, nima qilib o'zgartirish mumkin? Shu aytganda keta olmadim, ketish kerak bo'ldi. Auditoriya o'zgartirish kerak. Auditoriya o'zgartirish kerak. Ha, siz ketmang, uchrashib turing, tam 2 oyda bir marta o'rtoq, masala yo'q, qadrdon, hurmatingiz cheksiz, lekin nimani o'zgartirishimiz kerak? Auditoriyani o'zgartirish kerak. Muhitni. To'g'rimi? Muhitni o'zgartirish. Ya'niki biza shunaqa muhitga tushdikki, o'sha muhitda doimiy ravishda tadbirkorlar bo'lsa, mana bitta tadbirkor bilan gaplashdingiz, deylik mana shu yerga yig'ilgan auditoriya. Sizlar bilan bir haftadan keyin yana yig'ildik. Bir haftadan keyin biza Farruh akani chuqurlashdik. Vazifa berib oldik bir haftaga, bir haftadan keyin keldingiz. Aytdingiz, "Johir, mana men bir haftaga vazifa oluvdim. Men bu ishlarni bitirtirdim, zo'r сделка yopdim." Endi qarang, sizni ko'rgan tadbirkor o'zgaradimi, fikri o'zgarmaydimi? O'qitib, Farruh Surxondaryodan kelib shuncha ish qilibdi. Men qila olmaymanmi degan fikr o'tadimi yo'qmi? O'tadi. O'tadi, to'g'rimi? Chunki bir xil qarab turibsiz, bir xil muhitdasiz. To'g'rimi? O'tadi. Endi savol, ras bizani o'zimiz kuchimiz yetmayotgan ekan, muhit qayerdan topsa bo'ladi shu muhitni? Muhit izlab keldik hamma menimcha. Hop, hamma muhit izlab kelgan. Topsa bo'ladi muhit. Bo'ladi. Zo'r. Endi savol sizga, mana shuncha odam qarab turibdi. Qachongacha shu muhitga kirasiz va biza bergan vazifalarni bajarasiz? Kamida sizga vazifa. Xo'p, nechta tashkilot bilan ko'rishishlari kerak? Nima vazifa beramiz? Aytinglar. Qancha vaqt? Ha, vaqt bir hafta qo'yaylik, kelaylik. Bir hafta qo'yamiz. Hamma o'quv markazi bilan kamlik qiladi-yu. O'shanga yarasha beraylik. Bir haftada qancha tashkilot bilan ko'rishib, bizga сделка olib berasiz. Endi meni hozir gruppa ochamiz, mana shu yerda qatnashganlar razbor 2 degan. Sizdan anchot kutamiz. Bo'lmasa, Surxondaryoda bizda o'qiganlar ko'p. Tomon pulini olib olishadi. Xo'p, bugun sanamiz nechi? 8, to'g'rimi? 08 07 dan mana Surxondaryoga qaytishingiz bilan 09 dan hisoblaymiz. Bir hafta 16 07 gacha bizda bir hafta vaqt bor. Bir hafta kam emasmi aytganda? Hop, o'sha bir haftalik ayting. Nechta? Maksimal. Nechta tashkilotga kirasiz va nechta сделка yopilgan bo'ladi? Kontrakt. Endi Bo'l Farruh aka probni tashlab keting deyishgan bo'ladi, misol uchun. Men endi aytdimki, endi chog'ligim bor edi, bir kunda bitta ko'risha olaman. Hop. Keyin o'zim sotuvchi bo'lganim uchun ham. Hop. Hozir bu yerga keldingiz, kim qarayapti do'konga? Ukam bor. Hop. 200 bir hafta qila olmaydi. Bir hafta emas, 3 soat qilib bersin, bo'l. To'g'rimi? Qila oladi. Kuniga 3 soat. Ha. Ishonasizlar Farruh akaga, qila olishlariga diqqatga chalib qo'yaylik. Shuncha odam ishonyapti sizga. Siz Surxondaryodan shu joygacha kelibsiz. Kommentariyada ismingiz yozing. Men edim. Yaxshi. Men o'zim ishonmasam, ishonganim uchun rahmat. Zo'r. Harakat qilamiz. Hop. Ochiqcha gapirishga o'rganganman-da. Hop. Harakat qilamiz? Yo'q. 10 taga. 10 ta qilamiz. 10 taga kirasiz. 10 ta. Kim ular? Konkret ayting, kategoriyasi. Konkret barib o'quv markaz. Birinchisi o'quv markaz, Maktab. plus maktab. Meni meni nima ba'zan endi o'qituvchi emas, o'qituvchi deb o'ylaganman ba'zan. Da. O'qituvchi deb o'ylaganman endi. Masalan, bir maktabda 50-100 ta o'qituvchi bo'lsa, shuncha Yana? uni bitta ishda farzandi bo'lishi mumkin-da. Yana? klinikani Klinika ham kiramiz. Zo'r. Klinika plus tashkilot ham yozib.
Yaxshi. Hozir o'quv markazlarida sezon, ular abituriyent tayyorlaydi, boshqa qiladi, kerak bo'ladi ko'p narsa. Kirib olsa variant, plus siz bu narsani sezonga ulab olasiz. Sentyabrga agar hozirdan zelkani mixlab qo'ysangiz, sizga sentyabrga yaxshi boost beradi bu narsa. Sentyabrda birdan potok oshganda ushlab olasiz. Yaxshi. Xo'p, 10 ta tashkilotga kiramiz. Nima hisobot berib turasiz bizga har kuni gruppamizda? Qanchasiga kirganim, nechtasi bilan ijobiy bo'lgan? Har kuni soat nechida? Misol uchun 7 da deylik. Kechki paytmi, ertalab? Kechki vaqt. 19:00 da. Endi savol, bir kun ham 19:00 dan kech qolsangiz, nima tovon to'lov? Tovon? Surxondaryoliklar bormi? Surxondaryodan kelganlar yo'q? Bilmadim. Nima? Endi men nima deb qo'yishim mumkin? Siz ayting. Ayting, nima qo'yamiz, ayting. Ha? Surxondaryo desa tandir deydida baribir. Mayli. Ha? Kech vaqt belgilab. Chunki o'zi charchaydi, odam gaplashgisi kelmaydi. Gaplashib, hisobot. Hop. Bo'ldi, gruppadan 5 ta просто на выбор odam tanlaymiz, o'shalarga 2 kilodan tandir yuborasiz. Bo'ladi, taqasijali yo'qmi? Bo'ladi? Aniq uchrashaman. Ko'rdingizmi hali? 10 kilo yuborsangiz mana shunda hammasi bo'laveradi. 2 kilo tandirdan 5 ta odamga har kuni. Tushundingizmi? Bir kun yubormasangiz 10 kilo ketdi degan. Har kuni bitta qo'yib Bitta qo'y ketadi. Bo'ladimi? Bo'ladi. Zo'r. Endi B2B formatni ko'rdik. B2Bni ushlash kerak, konkretniy сделка bilan bu yoqda eng asosiy faktor uni pulini hisoblab berishda yotadi. Ya'niki siz uni hisoblab berishingiz kerak pulida. Chunki biznes odamiga, o'sha ish bilan mas'ul bo'lgan odamga oxirgi final uradigan narsangiz yoki puli yoki vaqti. Ya'niki siz deylik o'quv markazi bilan gaplashyapsiz, to'g'rimi? Endi savol, o'quv markazida kim javob beradi aynan o'quv qurollariga? Asosan direktor yordamchisi, top lavozimdagi kimdir bo'lishi mumkin, administrator bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Endi savol, siz qanday qilib unga hisoblab berasiz kalkulyatsiyada sizdan olish выгодныйligini unga? Nima manfaat sizdan olish? Bozorga borib arzonroq olib kelish mumkin, assortiment ko'proq bo'lishi mumkin. Nimaga aynan sizdan olish kerak? Endi birinchisi narx deymiz, keyin vaqt. Yo'q, vaqtida olib bermoqchi. To'ppa-to'g'ri, ya'niki arzon qilib. Birinchi narsa, qarang, narxga doim uravermang, chunki narx bilan qachon o'ynashiladi, qachonki qiymatingiz boshqa yo'q, faqat narx gapirasiz. Siz ko'proq qo'shimcha qiymat evaziga gapiring. Misol uchun, birinchisi siz aytasiz, "Shu men senga har hafta o'zim xabar olib turaman, olib kelib berib turaman. Umuman o'ylamaysan, mendan chiqarasan. Nima kerak bo'lsa, bitta telefon men olib kelib beraman senga." To'g'rimi? Umuman vaqtingni ekonom qilishni boshlaysan. Ikkinchisi, men har yilda bir yilda bir marta, misol uchun sani o'quvchilaring uchun nimadir rozыгрыш podarka qilib beraman. Men shuncha pulli zakup qilsang. Ya'niki, deylik, mendan bir oy davomida sen 10 millionlik mahsulot sotib olasan, to'g'rimi? Deylik, o'quv markaziga. O'rtachasini olamiz. 5 million bo'lishi mumkin. Bir yilda yoki sezonda bu 9 oy bo'ladigan bo'lsa, 90 million bo'ladi. Siz unga plan qo'yasiz. Ya'niki, qara, sani o'rtacha 500 ta o'quvching bor deysiz. Bittasi mana shuncha pul sarflaydi sezonda. Endi kelsan bilan bitta narsa qilaylik. Agarda 100 millionlik savdo qilsang sen mendan, men senga yil oxirida o'quvchilaring uchun bitta pulli olimpiada qilib beraman. Bitta prizga, misol uchun $100 qo'yaman. То есть nimadir uni auditoriyasi uchun qiymat beryapsiz. Unga выгодный, demak, har doim siz bilan ishlash. Siz uni deb pul topyapsizmi? Demak, siz ta'minlab berishingiz kerak uni ham pul topishiga. Ya'niki sizni asosiy miyangizdagi bor narsa uni pul topishini ta'minlash. Men tadbirkorga nimadir kurs sotmoqchi bo'lsam, meni asosiy fokusim sizni pul topishingizda. To'g'rimi? To'g'ri. Bo'ladimi shunaqasi? Yechimman. Yo'q. Endi asosiy qiymatni tushundingiz, ya'ni faqat miyangizda nima qilib bersam bu odam ko'proq pul topadi degan anaqa fikrda yurishingiz kerak. Mahsulotingiz, siz berayotgan narx hammasi ikkilamchi. Nima qilsam mana shu odam ko'proq pul topadi. Bo'ldi. Chunki hozirgi zamonda tamojnidan o'tadigan mahsulotda faqat narx bilan konkurensiya qilish zamoni o'tdi. То есть faqatgina narxda konkurensiya qilaman desangiz, pulingiz ko'p bo'lishi kerak. Kichik biznesni o'sish ehtimolligi faqatgina qo'shimcha qiymat bilan o'lchanadi. То есть
biza unaqa katta bola emasmiz bu yerda yig'ilgan auditoriya. Biza hozir men anaqa katta bolalar bilan gaplashsam unaqa gapirib o'tirmasdim. Aka dedim, "Day, 50 ming pul sochamiz, shunaqa Qumqo'rg'on bozoriga bittada hammani egallaymiz, ushlaymiz." Ularga boshqa gap gapiriladi. Lekin sizni o'ylash, fikrlash nuqtai nazaringiz, siz hozir gapirishingiz mana narx bilan aytyapsiz, gapiraman. Meni fikrlashim shekillanib qolganda shunday. Ha, vot. Fikrlashingiz katta bolalarning fikrlashi. U davrlar o'tdi, ya'niki siz narx bilan fikrlamang. Narx zamoni faqat pulingiz ko'p bo'lsa gapira olasiz. Narx menda eng arzon deya olasiz. Siz narx bo'yicha umuman unuting konkurensiya qilishni. Kichik biznes uchun narx bilan konkurensiya qilish bu xato. Sinib ketishi mumkin. To'ppa-to'g'ri. Chunki sizdan kuchliroq doim topiladi. Sizda qiymat va oxirgi iste'molchi qo'lingizda bo'lsa, siz ertaga narxdan boshqa ustun qiymatlar bilan yutib keta olasiz. 30-40% auditoriya doim narxga qaraydigan doim chiqadi. Lekin u 100% emas. Tushuntira olaman? Biz ham kuzatamiz, narxga qarab keladigan odam doim kelmaydi. Ha, to'ppa-to'g'ri. Bir marta. To'ppa-to'g'ri. Talabga taklif qilib bersak keladi. Xo'p. Endi mana bu narsani fiksatsiya qilib oldik. Hozir gruppaga tashlaymiz. Umumiy qisqacha razbor formatimiz shu bo'ldi. Nima xulosa, nimalar qilasiz, nima yechim oldingiz? Endi nima yechim? Birinchisi harakat, ikkinchisi fikrlash. Hop. Yana? Bu narxni uchinchisi tandir. Uchinchisi tandirdan xavf. Xo'p. Savdoni oshirish osonroq men o'ylagandan ko'ra. Hop. Ya'ni 2 millionlik bozoringiz bor ekan Qumqo'rg'onning o'zida, to'g'rimi? Men lekin haqiqatan ham bu 2 million dollar bu ancha katta summa. Bunchalik deb o'ylamagandim. Hop, demak, nima qilasiz? Ertadan boshlab nimani ustida ishlaysiz? Endi ertadan uyqudan turgandan Farruh nima haqida o'ylaydi? Nima haqida? Qayerga borish haqida o'ylaymiz. Ertadan. To'ppa-to'g'ri. Qayerga shunaqa. Qayerga borish, nima deb yoki qayerga borish yoki qanaqa qo'yi olish haqida o'ylaysiz. Yaxshi. Vot. Shu umumiy birinchi razborimiz. Agar manfaatli bo'lgan bo'lsa, qarshi chalib qo'yinglar Farruh akamizga. Rahmat. Xush kelibsiz. Xo'p, agar bolalar ustozni kitoblari bo'lsa olib kelinglar, bitta Surxondaryodan kelganlar uchun sovg'a beramiz. Oxirida mayli olib qo'yinglar. O'zbek tilida beringlar. O'zbek tilida bo'ladimi? O'zbek tilida. Rus tiliga endi agar bersangiz keyin o'rganamiz. Keyin rus tilini o'rganamiz. Yaxshi. Yaxshi. Shu umumiy olganda nima yana qo'shimcha Farruh akaga anaqalar, feedbacklar, fikrlar beringlar. Aha, beringlar. Men o'quv markazlari bilan B2B shartnoma qilasiz-ku. Siz bitta ключевой joyingiz bo'ladi. Agar kelisha olsangiz, sistematik ishni har bitta o'quvchini ota-onasi yokida qo'shimcha nomerlar bo'lsa, masalan, kim ota-ona olib keladi, ota-ona nomerlarini oladigan bo'lsangiz, keyinchalik o'quv markazidan tashqari yana maktabga chiqadigan qanaqadir konsaltant kerakli bo'lgan qurollar bo'ladi. Qayta aloqa qilib turib sotish imkoniyatingiz bo'ladi. Ya'ni B2C klientlaringizni ko'paytira olasiz. Kanal oching. Mijoz bazasini emas. Bunda savol bor edi. Kanal ochib foydalansangiz bo'ladi. O'sha atrofingizda, territoriyangizda Telegram, Instagram ochib turib, o'zingizga kelgan har yangi mahsulotlaringizni tashlab borasiz. Ular aytganlaridek telefon qilish yana bitta variant. Kanal bo'lsa, hammani kelgan klientni kanalga qo'shib borsangiz, unda osonroq bo'ladi. Hammaga telefon qilish shart bo'lmaydi. Ular kanalingizni kuzatib borsa, aka aytganlaridek ora-orada qanaqadir qiziqroq, ikkala bir o'yinlar qilsangiz, odamlar postoyanno kuzatib boradi. Azatullo kitob savol bor edi. Sotuvchi bormi do'konda? O'zlari. Bir o'zingiz? Bir o'zim. 60 metr kvadrat o'zingiz bitta yordamchi bo'lib tursa kerak. Yordamchi bor. Shu yordamchini sotuv qobiliyati bor odamni olishingiz kerak. Men sizda sotuvchilikni ko'rmayapman, to'g'risi. Tabiatan sotuvchiga o'xshamayapsiz. Shunga sotuvchiga moyilligi bor odam olishingiz kerak menimcha. Yo'q, aka to'g'ri aytyapti. Taklif kamroq. Hozir zo'r instrument aytilaman, tashkilotlarga boring. 10 ta tashkilot topsangiz 20 million pulda siz o'tiribsiz, hayronam qolmayapsiz. O'zbek tilida yo'q ekan. Yo'q. Sotgingiz kelmayotgan odamga o'xshatdim-da mana. Qaranglar, yozib olinglar, dastavka qilib yuboramiz Surxondaryoga. Вообще zo'r. Har oy 20 million. Shunga reaksiyam qilmadingiz, men cho'ta sotkilar kelmayapti-ku. Yo'q, men parallel o'ylab Bu kerak emas aka. Sotmoqchi bo'lsangiz,
mayli damizorlikda boramanda bunaqa emotsiya yo'qligida. energiya yo'qda. Juda katta minusni bo'ylayman, o'zlari borib gaplashsalar. Tashkilotda chunki har xil odam ko'radi, ular psixolog kelgan odam sirab bo'ladi. Nima demoqchi? Siz aka mana shunaqa daftar, ruchka sotaman, siz telefoningizni tashlab keting deydi, bu damizorlik deganda. Balkim, bilmayman. Men bilmayman. Ochilib boshqacha gaplasharlar. Puligi mumkin emas-ku o'zi narsa. Sota olish kerak-da. Qancha odam bo'lsa ham gapira olish kerak. Praktika bilan chiqadi. Qivurish kerak. Bitta o'xshamadi degani qivurish kerak. Bo'ldi. Siz mana shuncha poddержка qiladigan odam paydo bo'ldi, aka. Shu. Rahmat. Rozi bo'lsin. Xo'p. Rahmat.